necha kam qolib ketding? Yarim soatdan kutib qoldingmi? Men bor uzr. Ozgina qolib ketdim. Qon topshirib chiqib o'tdim, aka. Bilasiz, bir haftadan beri nechar odamlar nazalari yo'q. Akam bilan galma-galdan xarobimiz, aka. Akam ishdan keladi, men ishga ketaman. Akamni ham kutib qolib ketdim, ozgina aka. Qon topshirib chiqyapman ham. Mani qon guruhdan bir xil ekan odamning qonlari bilan. Ha bola, deydi nima boylik ko'p qo'ygan bola deyman. Namuncha avayli bo'lasizlar. Boylik? Biladi, o'z aka. Tushunmadim. Aka, odamning duolarini-chi boylik bosa olmaydi. Siz aka hozir nima deyotganingiz tushunyapsizmi o'zingiz? Fahm farosat bormi? Aka, ota, ona boshqa kelmaydi bu dunyoga, bilasizmi? Ota-onangiz hayotmilar? Ha? Aka, duolarini oling unda. Qaysi farosat bilan gapiryapsiz bu gaplarni? Xudodan qo'rqma. Otam, otam, jon otam, so'zlari darmon otam. Bilganlar der bu odam eng yaxshi